Bilmadim, haqiqiy psixologmisiz yo'qmisiz? Agar Amerikada mana shunaqangi murojaat bilan chiqqaningizda, birinchidan hech kim sizga bormas edi. Sizdan hech qanaqa kurs, bir balo psixoterapiya sotolmagan bo'lardi. Ikkinchidan, psixolog hech qachon maslahat bermaydi. Unaqa qil, bunaqa qil, qilasandek, chidaysandek qilib, mana bunaqangi mentalitetni qo'shib gapirmaydi. Psixolog bu oliy ma'lumotli inson, oliy ma'lumotli insonlar bunaqa gapirmaydi. Nima deydi? Bozorchi xotinlarga o'xshab. Psixolog to'g'ri savollar berib, odamga yordam beradi, qanaqadir bir muammoni yechimiga kelishga. Men buni qil, uni qil deb haqiqiy psixolog hech qachon sizga savet, nima deydi, maslahat bermaydi. Ular faqatgina savollar bilan, to'g'ri savollar bilan sizga o'sha muammoni yechimini ko'rsatib beradi. Unaqa qil, bunaqa qil, mana bunaqa qil, bunaqa qil deydiganlar, meni fikrim bo'yicha, bitta meni fikrim emas, o'tda o'zini diplomi bor, psixolog bo'lish uchun mana bunaqa narsalarga loyiq bo'lishing kerak. To'g'ri kelmaydi bu narsalarga. Hozir meni sizdan yoshim kichkina bo'lgani uchun men hozir yomonga chiqaman. Chunki yoshi kichkinalar O'zbekistonda mundoq qilib yurish kerak. Kelin yetganda jirtillash mumkin emas, gapirish mumkin emas. Chakagingni o'chir, yashama, mana shunday yur. Chunki sen yoshing kichkina, hali meni yoshimga yetib olgan, bir narsa qilgan, unaqa qilgan, shunaqa gaplar ko'p. Ageism degan narsa bor O'zbekistonda. Mana shu gapni gapirganim uchun ham hozir men yomon ko'rinaman. Idishtovoq yuvsa yuvibdi, yuvursin, yomon joyi yo'q idishtovoq yuvishi. Lekin siz buni qanaqangi ma'noda buni olib chiqyapsiz, bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bosim ortida. O'rganib qolgansizlar-da O'zbekistonda ayollarga bosim qilishni. Farqi yo'q. Ayollar o'zi ayolga bosim qiladi. Keyin hech qanaqa qaynonamning xizmatini qilish kerak degan narsa dinda yo'q. Erini roziligini olish kerak. Eri bilan oila hisoblanadi. Qaynona qaynatalar oshirib toshirib yorgan joyi bor. O'sha o'g'ilchasi boqmaydi, moldek muomala qiladi u qizga. Ulardan hech kim so'ramaydi, erkaksan-ku, qilgin deb. Ko'plar menga aytadi, "Mashhura, nima shu gapingiz bilan yomon kelin yo'qmi?" Va sizlarning paniyatiylarda, fikringlarda yomon kelin bu qanaqa? Ishinglarni qilmaganimi? Yoki bir xil qaynonalar bor, uzr, bolalar eshityapsizlar, balkim lattasigacha yuvdiradi. Kelin nimasi bilan eri bilan uyda o'tirsa, xonasini taqillatmasdan shartta er xotinning xonasiga kechasi kirib keladigan qaynonalar bor. Ular uchun ham agar o'sha kelin borib, "Oyjon, bizani nimamizni, eshigimizni iltimos taqillatib kiring" deb yaxshi ma'noda aytsangiz ham yomon kelin bo'lasizlar. Yomon kelin bo'lasizlar. O'tmanga aytinglar, qanaqa bo'lishi mumkin yomon kelin sizlarning fikringlar bo'yicha? Ish qilmaydiganmi? Yoki o'zini shaxsiy chegarasini qo'ysa sizlar uchun yomon bo'lib qoladimi? Yoki yuzta odamni uyiga olib kelib, buni itti anaqangi gapimga ham chidaysan, anaqamga ham, haqoratimga ham chidaysan, agar gapiradigan bo'lsang, gap qaytaradigan bo'lsang, yomon kelin bo'lasanmi? Nima sizlarning nazorat nimalarda, fikringlar bo'yicha yomon kelin qanaqa u? Sizlarni menga kimdir xizmat qilish kerak degan narsa, meni fikrim bo'yicha odamlar o'zidan ilohi yasab oladi. Menga kimdir boshqa odam, bo'ladi-yu, qurollarni shunaqangi anaqasi bo'lardi, kasalligi bo'ladi. Men qurolman, menga hamma cho'qinish kerak, menga xizmat qilish kerak. Xuddi o'shanaqa narsani o'zingizdan yoqib olasizlar. O'shanaqangi qaynonalar o'zidan kimdir yoqib olib, menga kimdir xizmat qilish kerak deydigan fikr bilan yashaydigan qaynonalarni даже высшее образованияsi yo'q 90% da. Bir narsaga erishib qo'ygan ayol emas, bitta qilgan narsasi o'g'il tug'di. Всё, shu o'g'il tuqqanini butun dunyo hayotiga bir достижение deb ko'radi. Atak bundoq qarasanglar, maktabni bitirib, даже kollej bitirmaganlar ham bor ichida. Hech narsaga erishmagan, kuxnyadan tashqariga chiqmagan ayollar, lekin o'ziga o'shanaqangi ongi past, intellekti past ayollar o'ylaydiki, shunaqangi intellektim past bo'lsa ham, lekin o'g'il tug'ib qo'yganim uchun kimdir meni xizmatimni qilish kerak deb o'ylaydi. O'qigan odam, chet el ko'rgan odam, dunyo qarashi keng odam hech qachon menga kimdir xizmat qilsin, menga qullik qilsin, meni orqamdan ishlarimni bajarib yursin deb o'ylamaydi. To'g'ri, ota-ona kasal bo'lishi mumkin. Bo'ladi-yu, mana jismonan uni qurbi yetmaydi, o'zini nima deydi, eplashga, ovqat qilishga o'ziga o'zi. Bunaqa narsalarda men tushunaman. Har doim ota-onamiz yonida turib berishimiz kerak. Lekin hamma turmuchasi sog', eri bor. Birinchidan qaynonalar nimaga sizlarni eringlarga kelin qilish kerak? Sizlar xotinsizlar-ku. Sizlar eringlarni roziligini olishinglar kerak. Nimaga o'zinglarni vazifanglarni, eringlarni oldidagi vazifanglarni kelinni bo'yniga qo'yib qo'yasizlar? U kelinni o'zini eri bor. Ularning o'zini oilasi bor. Ularni tinch qo'yinglar. Yoki bo'lmasam, yukinglarni tegida bolani ushab o'tirmoqchi bo'lsanglar, o'g'linglarni uylantirmanglar. Nima maqsadda uylantirasizlar? 2 oydan keyin xotining mana bunaqa, xotining unaqa qilib ajrashtirib oladigan bo'lsanglar, gijgijlaydigan bo'lsanglar, uylantirib nima qilasizlar? Yukinglarni tagida ushab o'tiraveringlar.
Haligi psixolog opamizni kommentiga kirsanglar ham faqat qaynonalar o'tirib olgan. Yaxshi, baraka toping, tilingizga shakar, bir bola qaynonalar o'tirib olgan. Yoki erga tega olmagan jittillolar o'tirib olgan. O'zidan sponi yasab oladi-ku, o'sha kommentariyada birorta qaynonani menga nazari tushib, nima suvchilikka jo'natadimi degan jittillaganlar o'tiradi. O'shalarga qo'yib bersanglar, o'zi ham 2 oydan keyin charchaydi-da, xuddi o'sha qizga o'xshab jaloba yozadi birorta chatga keyin. Erga tegib bo'lgandan keyin. Erga tekkuncha hammasi sponi yo'q qoladi o'zicha. Voy xudojonman, ayol kishi qilish kerak, ayol kishi qul bo'lish kerak deb ha qilib turadi kommentariyalarda. Keyin o'zi kelin bo'lib boshiga tushgandan keyin mana bunaqangi chatlarga o'sha kelinlarning gapini yozib o'tiradi. O'shaning uchun paka erga tegmaguninglarcha o'sha kelinlarning nimasi boshiga tushgan narsalar sizlarga tushmaguncha sizlar bilmaysizlar. Jittillamasdan ko'tinglarni qisib o'tiringlar. Tushundinglarmi? O'sha qizlarning oldin boshidan o'tgan narsani qaynonani uyida bir ko'rib ko'ringlar. O'shandan keyin sizlar bilan gaplashamiz. Jittilliysizlar hammanglar o'tirib olib. Qizlar, keyin sizlarga bitta narsani aytaman. Terapiya olgan odam sifatida mana bu narsadan uzoq qochib yurganman. Terapiya olmayman deb va oxiri mana oxirgi paytlarda olib ko'rdim. Va o'zimda sinalgan narsa. Atrofimdagi hamma do'stlarim terapiyada, psixologlar bilan ishlashadi va har bitta odamga bu narsa kerak. Va hech qaysi psixolog kelib bir narsa mana bunaqa odamni nima deydi, hosilaga aytaman. Psixolog shunaqangi odam bo'lishi kerak. Unga kelgan bemor emas, klient deylu. Klient unga ishonishi kerak, doveriyat bo'lishi kerak psixolog bilan klientning o'rtasida. Psixolog mana bunaqangi bosim o'tkazib tursa, долженсandek qilasandek qilib qaynonani yoqib gapirsa, hech qaysi klient ishonmaydi. Kim ishonadi? Qaynona ishonadi. Chunki qaynona bilan bitta valnada ekanlar, kelinni yomonlab o'tirishdi. Psixolog bo'lib qanaqa odam? Hech kimni yonini oladigan odam emas. Neytralniy odam bo'ladi psixolog. Ana o'sha haqiqiy professional bo'ladi. Bu opamizning gaplari psixologlarning professional psixologlarning gapi emas, eski shahardagi qaynonani gapi bo'ldi. Chunki aytib o'tganimdek, psixolog hech qachon kimnidir tarafini olmaydi. Hattoki o'sha qaynona keliniga zulm berayotgan bo'lsa ham, chetdan buni ko'rib turayotgan bo'lsa ham, keliningizga zulm beryapsiz deb gapirmaydi. Yo'q, keliningizni qani bitta eshitib ko'ringchi, bu nima der ekan? Kelin, davaychi qaynonangizni bitta eshitib ko'ringchi, bular nima deb o'ylar ekan? Siz nimaga buni bunaqa his qilyapsiz? Nimaga bunaqa narsani siz so'rashingiz mumkin, savol berishingiz mumkin. Ana o'shanaqangi xitri sposoblar bilan psixologiyada o'zini shunaqangi spesialniy metodi bor, savollari bor. Odamni ichidagi narsalarni qanaqa qilib savollar bilan chiqarishi, hech kimni xafa qilmay, hech kimni yonini bosmay, agar bittasini постоянно kimnidir защищать qilib himoya qilib tursanglar, nargisi kelmaydi sizlarga klient bo'lib. Chunki ishonmaydi u klient boshqasilarga. Psixolog yonida o'zinglarni spokойно his qilishinglar kerak. Kimdir bosim o'tkazib tursa, bu terapiya emas. Mana sizlarga aytib beraman, pochchanglar bilan biz shunaqangi reality show ko'rishni yaxshi ko'ramiz. Ingliz tilida o'tda professional psixolog mana shunaqangi muammosi bor paralarni olib keladi-da, terapiya o'tkazadi. Bu narsani как show sifatida ular keyin internetga qo'yadi o'sha terapiyani. Albatta u parani roziligini olib. Bu yerda psixoterapiya qimmat bilasizlar. O'shaning uchun bepul balkim psixolog nimasini konsultatsiyasini olish uchun odamlar rozi bo'ladi, problemasini olib chiqishga, ommaga. Xullas, u yoqda juda ham oliy ma'lumotli bir narsalarga erishgan psixologlar-da, u shouda, ko'chadan topilgan psixologlar emas. Va ularni birorta, 3 ta sezon ko'rgan bo'lsak, birorta seriyasida psixolog kimnidir tarafini olganini ko'rganim yo'q, qanaqadir o'tirib olib maslahat tarqatib o'tirganini eshitganimiz yo'q, yokida sen to'g'ri ish qilding, sen noto'g'ri ish qilding deb mamutda o'zidan sudyani yoqib olib muhokama qilganini ham ko'rganimiz yo'q. Faqatgina to'g'ri savol berib, o'sha bemor ham demaylik, klientni dardini eshitish. Qizlar shuncha gapirdim, bitta o'zimni psixologman degan opoqini videolarini istoriyamga qo'ydim. Meni blokladilar shekilli, yo bir narsa qildilar shekilli, istoriyamdan o'chib ketdi. Meni bloklab qo'ysa, istoriyasi ham menda yo'q bo'lib ketadi-yu. Repost qildim o'zimning istoriyamga. Anaqalarini, postlarida menga bitta qiz yozyapti. Qaynonam nima deydi, pasuda yudirtiradi menga. Qilasan-de, yuvasan-de. Men 50 nechigadir kirib turib yuvaman-ku, quvvaman-ku deb gapiryaptilar. Yana sahifalariga kirsanglar, men psixologman deb yozib qo'yganlar. Klientlar murojaatiga men bu nomer kim psixoterapiyaga yozilmoqchi bo'lsa, men bu nomer deb yana e'lon berib qo'yganlar. Psixologlar hech qachon bunaqa gapirmaydi. O'shalarning gapiga men reaksiya olib shuncha video qo'ydim, lekin ularning videosi meni istoriyamdan o'chib ketdi, chunki meni bloklab qo'ydilar shekilli. Shunaqangida ish qilib ma'nosi shu. O'chib ketgan bo'lsa, hozir hayron qolmanglar, nima mashhur o'zini kimga aytayapti deb. Keyin odamlar, mana men sizlarga как fitness instruktor diplomim bor, o'qiganman bu narsaga. Ko'chadan kelib gapirmayman, fitness instruktorlikka o'qiganman.
va bir umr gimnastikada, raqs sohasida bo'lgan odamman. Fitness instruktor sifatida aytyapman. Ish qilish bu oyim ovqat qilyapti, o'zlarini urintirib qo'yyapti deb o'ylamanglar. Yo'q, meni onam ham aytadilar, qizim, o'zimni xonamni o'zim uborka qilaman, kelinimga ruxsat bermayman, chunki agar hachab uborka qilib qimirlamasam, men zalga chiqmayman, jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmayman, vobshe qotib ketaman deydilar. O'shaning uchun ham bu narsa kerak. Sal egilib, bundoq sipirib, anaqa ish qilish bu yosh kattalarga ayniqsa kerak. Bo'lmasam o'sha grija, prija deysizlarmi, hamma kasalliklar o'sha qimirlamaslikdan kelib chiqadi. Chunki ular jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmaydi. Ulardan hamma ishni olib qo'yib, ularni men anaqa qilyapman, hurmatini baland qilib, sog'liqlarini o'ylayapman deb o'ylamanglar. Sog'liqlarini o'ylasanglar, ozgina ish qilishga ruxsat berasizlar. To'g'ri tushuninglar faqat bu narsani. Hatto bizda qaynona faqat yeb, ichib, chichib yotadi. Qimillash yo'q. Hozir to'g'ri bor zamonaviy qaynonalar fitnessga qatnashadi, o'ziga qarab yuradi, kosmetologlarga boradi. Hozir men ularni gapirmayapman. Yo'q, lekin aksariyat qaynonalar nima? Uyda-yu даже ovqat, даже o'ziga suv ichkisi kelsa, kelin suv olib kel, kelin choy olib kel, даже turib o'ziga choy qilmaydi. Shu darajada hech narsa qilmaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hamma yog'i qotib yotibdi. Voy belim og'rib qoldi, voy uqalab qo'y, voy yelkam og'riyapti. Qimillamagandan keyin, badan tarbiya qilmagandan keyin, birorta harakat bo'lmagandan keyin hamma yog'inglar qotib ketadi-da. Grijaga ham uchraysizlar, hamma tuz yig'ilishlarga ham o'sha tuz nimadan yig'iladi? Qimillamaganinglar uchun yig'iladi. Faqat dori ichib tuzatmoqchi bo'lasizlar-da, oddiy odam badan tarbiya qilib parhez ushisa, o'sha kasallikni yarmini yutadi. Bugungi kunga oxirgi gapiradigan gapim, qizlar, oxirgi istoriyam. Mana men ko'p buyuk insonlarning intervyusini ko'raman-da, o'zini qanaqa tutishini men e'tibor berib qarayman-da. U Microsoftlarni o'ylab topgan odamlar, ya'ni juda ham katta narsaga erishgan odamlar o'zini shunaqa kamtar tutadi. Birortasi bundoq suv ichkisi kelyaptimi desa-da, o'zim turib olaman deb suv o'ziga o'zi quyyapti-da. Qancha u odam shunaqangi katta natijalarga erishgan, mana shu biz sizlar bilan hozir ishlatayotgan internetlarni, nimadirlarni asoschilari yoki mana shu ushab turgan telefonimizning asoschilari haqida hozir gapiryapman. Ya'ni u odamlar butun dunyoga nimadir qilib qo'ygan. O'sha odamlar hatto o'zining suvini o'zi quyib ichyapti. Bizda даже 9-sinfni bitirmagan qaynona menga kimdir xizmat qilish kerak deb o'ylaydi. Farqini tushunyapsizlarmi? Aytmoqchi bo'lganim, odam qancha oliy ma'lumotli bo'lsa, shuncha boshqalarni hurmat qiladi va menga kimdir qullik qilsin degan maqsadda o'ylamaydi, yashamaydi. Tushunyapsizlarmi?